Assalomu alaykum birodarlar, sizlar. Bugun bizga ajoyib notebook kelib qoldi. HP notebookimiz tonirovka rejimi bo'ladi. Xabaringiz bo'lsa, S26 telefonlarda tonirovka rejimli bo'lib chiqadi deyshapganda, undan oldinroq ulgurib qolgan notebook kelib qoldi. 10 ta dona atrofida ulgurib qolamiz, soni cheklangan. Xarakteri va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ma'qul kelsa, aloqaga chiqib olasizlar. HP Elitebook notebookimiz Core i5 11-avlod, 16 GB RAM, 3200 Hz, Samsung SSD NVMe 256 GB, Iris 8 GB video kartasi bo'ladi. Metallika korpus, отпечатка, подсветка klaviatura, NFC rejim, tonirovka rejim va kuchli audio akustika sistemalari bilan jihozlangan bo'ladi. Batarekalari 4-6 soatga yetadi. Plus tonirovka rejim. Hozir zamonaviy aytishyapti, taxmin qilishyapti. 26-27 ta S Samsunglarda tonirovka rejim chiqadi deyapti. Tonirovka rejim qanaqa bo'ladi? Mana. Tonirovka rejimni F2 bilan bosdim. Tonirovka rejimini o'chirdim. Tonirovka rejimni yoqsangiz, oldidan o'zingiz normalniy holatda ko'rasiz. Mana F2 knopkani bosaman, tonirovka rejim ishga tushadi. Oldidan o'zingizga ko'rinadi, yondagilarga displey ko'rinmaydi. Kimga shunaqa sifatli notebooklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab besplatniy dostavka qilib beramiz. Hammaga rahmat.